Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov, Bobur Yo'ldoshev, Dilnoza Kubayeva, Umid Iskandarov bor. Ommaviy darajada muhokamada reytingi juda ham bir baland bo'lmaganligining sababi bular mani kinolarimda o'ynashmayapti. Gap bu yoqda ekanda. Agar ko'pchilik hazil yo PR deb o'ylashi mumkin, lekin agar ular hozir mani kinolarimni boshqa qahramonlarni o'ynayotgan bo'lishganda, shov-shuvli darajada mediada, shou-biznesda ushlab tura olardim. Strategiya qilishmayapti, shaxsiy brendlarning ustida juda ko'pchilik ishlashmayapti. Misol uchun Samandar Hamroqulov, Sanjar Shodiyev bor, ulardan tashqari Jahongir Foziljonov, Javlon Shodmonov va shunga o'xshagan avvalgidanda balandroq tempda ketishi mumkin. San'atkorlar jihatidan-chi? Reytingda turgan san'atkorlar reytingi zo'r bo'lganining yagona sababi faqat mana she'rlarimni aytib shunaqa darajaga chiqqan deb ayta olaman. Agar she'rlaringiz yetib ko'tarilishgan. Agar kimdir hozir reyting unchalik bo'lmayotgan bo'lsa, meni ism aytmay, hozir reyting yo'q, mana tushib ketgan, ko'rmayotgan san'atkorlar bular mana she'rlardan foydalanmagan. Pokoleniya mana san'atkorlar. Maslahatda bu qimmati. Mana Hamdam Sobirov, Ana Jaloliddin Ahmadaliyev, ochiqchasiga mana. Imron, Ana. mana G'aybulla Tursunov. Bularni reytingda zo'r bo'lib turganligini bitta sababi faqat mana she'rlarimdan ashula qilishadi. Mana gap qayoqda ekan? To'ylarda eng zo'r haqiqatdan ham narxlarni yetayotgan san'atkorlar sizni she'rlaringizdan foydalanayotgan ekanda.